Imini shu brend mashinalari Yevropani banklarining tagida qo'yish taqiqlanganda. Nimaga taqiqlangan bilsanglar, kommentariy qoldiringlar. Bu mashina O'zbekistonda yagona bo'ladi. Yo'qsa bitta like bosib qo'yasizlar. Ketdi. BMW M8 Competition 2024. Okalar, bu maxluq bilan hazillashib bo'lmaydi, chunki 4x4 twin turbo turibdi okalar. Stage 2+ ham qilinganda, hop 850 ot kuchidan ham baland ekan. Bor yo'g'i 0 dan 100 gacha 2,5 sekundda chiqarganda, daji korobkasi ham stage 2 qilingan. Vixlab hamchi jinni qilinganda, eshitib qo'rqib ketmanglar. M8da ko'chada yursanglar bor, o'zi ham hamma qaraydi. O'zbekistonda yagona deb aytganim, okalar, bunaqa vinil qilingan M8 bitta dona, mana shu vinilni o'ziga ham normalniy summa ketib qolgan. Kapot bor, shunaqa yengilda bor. G-Power kompaniyani karbon fibri bo'ladi. Mana shu kapotni o'zini 5000 yevroga olgan ekanlar. Saloni sportivniy okalar, hamma komfortlari borda. Bunaqa sportivniy salonga faqatgina Neoline Antiradar 8800 yarashadi. Sizlarga maslahat beramiz. Oka, niyat qilib mana shu videoga bitta like bosib qo'ying. Xudo xolisa 2025-yilda shunday BMWlarni olib sizlar bilan birga haydab yuramiz. Allohga oson.